Salom do'stlar. Bu Aleksandr Tkachenko va bu videoda men sizga Royal Hawk'da video reklamalarni qanday ishga tushirishni ko'rsataman. Buning uchun biz reklama beruvchi bo'limiga reklamaga o'tamiz. Bu yerda video reklama mavjud. Banner kontekstli reklamasi singari bu yerda hamma narsa o'xshash. Bu yerda shunga ko'ra biz 28 ta belgidan iborat sarlavhani kiritamiz. YouTube videosiga havola qo'shamiz. Bu vertikal yoki gorizontal bo'lishi mumkin. Bu muhim emas. Keyin biz trafik yuboradigan havolani joylashtiramiz. Men Telegram botiga havolani joylashtirdim. Tiglarni tayinlaydigan maxsus havolalarim bor va men konversiyalarni kuzatib boraman. Shuning uchun men ushbu reklama uchun maxsus havoladan foydalanaman. Keyin biz yozamiz. Bu yerda saytingizning qisqacha tavsifi maksimal 60 belgidan iborat. Ya'ni bu yerda siz qandaydir urg'u berishingiz, qandaydir qiziqish bildirishingiz, boshqa narsa qilishingiz mumkin. Ya'ni odam videoni o'zi tomosha qilganda sahifada ushbu matnni ko'radi. Men yozdim. Nusa kochirish savdosi bilan pul ishlang. Otish tugmasini bosing. Otish tugmasi bo'ladi. Bu yerda ushbu havola saqlanadi. Va bu yerda biz videoning necha soniya davom etishini xohlayotganimizni tanlaymiz. Mos ravishda 20 soniya, 30 soniya, 1 daqiqa va hokazo. Vaqt qancha uzoq bo'lsa, shuncha qimmat. Men 30 soniyani tanlayman. Mening videom 45 soniya davom etadi. Odam 30 soniyani albatta ko'radi va keyingi 15 soniyada hammasini yopishga harakat qilguncha, yana 5 soniya yoki undan ko'proq vaqt o'tadi. Shuning uchun asosiy mazmun aynan shu 35 soniyada. Men bu videoda shuni joylashtirganman. Va shunga ko'ra, agar biror kishi qiziqsa, u ehtimol o'sha 15 soniyani tomosha qiladi va tugmani bosadi. Keyinchalik, ya'ni video siz bu yerda tanlagan aniq soniyalar soniga teng bo'lishi shart emas. Nazariy jihatdan videongiz 1 soat davom etishi mumkin. Lekin siz e'tiborni jalb qilish uchun kerak bo'lgan sonni, xohlagan soniyani tanlashingiz mumkin. Lekin sizning asosiy ilgagingiz, ya'ni bu video orqali odamni nimaga jalb qilmoqchisiz, aynan shu soniyalarga segishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Menga aynan 30 soniya kerak. Aynan shu video uchun 20 soniya yetarli bo'lmaydi. Keyinroq ehtimol 20 soniyalik video yozaman, qisqaroq gapirib, ilgakni tezroq qilaman, lekin hozircha menda shunday. Keyingi bosqich. Foydalanuvchiga ko'rsatishni 1 soatda 1 marta, kuniga 1 marta yoki 3 kunda 1 marta qilib belgilash mumkin. Men o'zimga shunday qilib qo'yaman. Avtomatik to'ldirishni yoqish mumkin. Ya'ni hisobingizda $1 dan kam pul qolsa, avtomatik tarzda $5 to'ldiriladi. Bu summa reklama balansidan yechib olinadi. Agar u yerda pul bo'lmasa, boshqa balanslardan navbatma-navbat olinadi. Ya'ni agar biz uning ma'nosini tushunsak va unga qo'shilsak, biz ushbu belgini qo'yamiz. Bu yerga. Ya'ni agar siz reklama joylashtirsangiz va balansingizda katta miqdordagi pul bo'lsa, reklamangiz juda tez aylanishi mumkinligini va shunga mos ravishda pul hisobdan chiqarilishi mumkinligini tushunishingiz kerak. Shuning uchun, agar siz nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, unda miqdorni bu yerga kiriting va nazorat qiling. Agar hamma narsa nazorat ostida bo'lsa, katakchani belgilashingiz mumkin va balansingiz doimiy ravishda debet qilinadi. Ya'ni har safar $5 ga to'ldiriladi. Keyin biz bu yerda mamlakat yoki mamlakatlarni tanlashimiz mumkin. Ya'ni siz bu yerda turli mamlakatlarni bosishingiz mumkin. Men endi bunday qilmayman. Men barcha mamlakatlarni olib ketmoqchiman. Siz saharga kirishingiz, jinsingizni tanlashingiz, qiziqishlaringizni tanlashingiz mumkin. Biz ushbu qiziqishlar bilan ham tajriba o'tkazamiz, ammo bu bosqichda hamma narsani qamrab olishning iloji yo'q. Shuning uchun men ularga ushbu nishonga olish usulidan foydalanib ko'rsataman. Men butunlay hamma uchun minglab taassurotlarni boshlayman. Keyin men keyingi elonni matritsada biznes o'rniga ega bo'lgan har bir kishiga, keyingi elonni esa faqat sherik darajasiga ega bo'lganlarga e'lon qilaman. Ya'ni bu ham xuddi o'sha Frey, lekin u kamida 10 kishini taklif qilgan va Frey maqomini olgan. Ya'ni bu faol Frey, ya'ni hech bo'lmaganda 10 ta odamni taklif qilgan inson va shunga mos ravishda u bu borada yanada qimmatli va foydaliroq hisoblanadi. Men 3 ta teng ahamiyatli reklamani ishga tushirmoqchiman va statistikani ko'rmoqchiman, chunki har bir reklama uchun alohida havolam bor. Qaysi auditoriya menga ko'proq foyda keltirgani haqida tomosha qilaman va o'z xulosalarimni chiqaraman. Aytaylik, Keling, davom etamiz. Bu yerda men allaqachon 1000 marta ko'rilganman. Ya'ni bu yerda biz video reklama narxini ko'ramiz. Ya'ni bu yerda biz qancha dollar to'layotganimizni ko'ramiz. Mana biz narxni ko'rmoqdamiz. Masalan, 20 soniyalik roliklar uchun 1 marta ko'rish uchun 2 sent to'laymiz, 30 soniyalik uchun 3 sent, 1 daqiqa uchun 6 sent va hokazo. U tomonda esa mos ravishda odam 10 yoki 20% ga kamroq oladi. Bu shunga bog'liqki, agar u bepul bo'lsa, unda 20% farq bo'ladi.
Agar bu odam hamkor yoki biznes joyiga ega bo'lsa, u xuddi shu ish uchun 10% ko'proq ishlab topadi va natijada u bu yerda ko'rsatilgan summadan atigi 10% kamroq oladi. Ya'ni mana shu yerda ko'rsatilgan summadan, to'g'rimi? Xo'sh, men sizga shunchaki yozyapman. 100 ta ko'rish atigi $3 bo'ladi. Shunday qilib, $3 evaziga 100 kishi sizning videongizni 30 soniya davomida tomosha qiladi. Ha. Ya'ni agar men 20 soniyalik videoni tanlaganimda, u 3 emas, balki $2 bo'lar edi. Men 1000 ta ko'rishni tanlayman, ularni birma-bir ko'rib chiqaman va bu menga jami 3000 ta ko'rishni beradi va men allaqachon statistikani tushunib yetaman. Menimcha 100 ta hali ham biroz kam. Keling, davom etamiz. Har bir ko'rish uchun 30 soniya $30, davomiyligi 1000 marta ko'rilgan. Men yaratish tugmasini bosaman. Yaratilgan. Va endi biz uning qanday ko'rinishini ko'ramiz. Ha. Ya'ni bu yerda biz sarlavhani, YouTube havolasini ko'ramiz. Aslida bu yerda sarlavha, tavsif mavjud. Hozircha ko'rib turgan taassurotlar soni 0 ga teng, chunki u endigina yaratilgan. Qancha taassurotlar qoldi va holati. Endi holat yoqilgan, biz uni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni biz biror narsadan qoniqmadik, ijodiy ishimiz qandaydir tarzda noto'g'ri, xato qildik yoki boshqa biror narsa deb qaror qildik. Ya'ni biz darhol o'chirish tugmasini bosamiz, tahrirlashimiz, o'chirishimiz, tahrirlashimiz mumkin. Ya'ni agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa va biz biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsak, uni o'chirib qo'yamiz, tahrirlaymiz va aslida, aytaylik, barcha o'zaro ta'sirlarimizni Keling, davom etamiz. Men yaratish tugmasini bosaman. Men ham shu yerda nusxa ko'chiraman. Men yaratish tugmasini bosaman va darhol nomni kiritaman. Endi menga havola kerak. YouTube'ga havolani o'qing. Keling, bu yerga borib, YouTube havolasini nusxalaymiz. Mana menda vertikal video bor. U 45 soniya davom etadi. Telefon uchun vertikal kamera bu borada juda foydali bo'ladi deb o'ylayman, chunki u kattaroq tasvir beradi. Shunga ko'ra, ko'rib turganingizdek, men aytilganlarni ham qayta ishladim va matn qo'shdim. Ya'ni agar biror kishi u yerda biron bir qiyin ish qilsa, uning ovozi jim bo'ladi yoki o'chiriladi. Keyin esa matn hali ham qoplanadi. Bundan tashqari aytmoqchi, siz ingliz, ispan yoki boshqa tillarni qo'shishingiz mumkin. Ya'ni parallel ravishda, ya'ni agar siz turli auditoriyalarni, turli mamlakatlarni nishonga olsangiz, ya'ni bu ham yaxshi variant. Yoki siz uni darhol qo'llashingiz mumkin. Tushunyapsizmi? Bu yerda prinsipial jihatdan faqat bitta satr bor. Siz u yerda, masalan, rus, ingliz, ispan tillarida qoplama qilishingiz mumkin. Ya'ni kamida 3 ta tilni osongina qo'shish mumkin va masalan, ko'p tilli format bo'ladi. Keling, davom etamiz. Mana men kiritgan havola. Trafikni qayerga sarflashimizga havola. Endi men hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Qarang, menda teglar bor. Mana biz ushbu havolani olamiz. Ikkinchi biznes joyining yorligi, men uni allaqachon o'zim uchun imzolaganman. Ya'ni bu biznes manziliga ega bo'lgan auditoriyaga reklama bo'ladi. Tavsif, ko'rish vaqti bir xil 30 soniya. Men hamma narsani bir xil tanlayman. Men uni 3 kundan ortiq bo'lmagan vaqt ichida joylashtiraman. Men mamlakat, shahar, jins, qiziqishlarni tanlamayman. Hozir faol biznes manziliga ega bo'lgan har bir kishiga ko'rsating. Men tanlayman. Xuddi shu ming taassurotlar. U mendan o'sha $30 oladi. Men reklama yaratish tugmasini bosaman. Demak, men joylashtirgan oxirgi reklama allaqachon 35 marta ko'rilganini ko'rmoqdamiz, to'g'rimi? Va 965 ta qoldi. Ya'ni shu vaqt ichida uni 35 kishi tomosha qilgan. Keling, davom etamiz va 3-chi nom yaratamiz. YouTube'ga havola. Botga havola mavjud bo'lgan joyda havola qo'ying. Ya'ni mening havolalarim boshqacha. Xo'sh, men sizga statistikani ham tavsiya qilaman. Shunda siz ba'zi havolalarni tushunishingiz va ulardan foydalanishingiz mumkin. Siz to'g'ridan-to'g'ri Telegram chatiga yoki kanaliga post yozyapsizmi? Ya'ni u yerda taklifnoma havolalari ham mavjud va ularning o'ziga xos statistikasi mavjud. Yoki sizga ma'lumot beradigan va statistikani ko'rsatadigan joy egallovchi havolalardan foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, va shunga ko'ra, u yerda har kimning o'z variantlari bor. Tavsif. Vaqt bir xil 30 soniya. Endi biz buni sherik darajasiga ega bo'lganlarga ko'rsatamiz. Mana o'sha men, o'sha $30. Interval yaratish tugmasini bosing. Intervalni tanlashni unutmang. Ko'ryapsizmi, bu narsalarni yaxshi ko'rsatib turibdi. Men 3 kun davomida namoyish qilishni tanladim. Ya'ni ba'zida biz qandaydir xatoga yo'l qo'yamiz va tizim bizga biror narsani tekshirmaganligimizni aytadi. Ya'ni biz xatolikni ko'ramiz, shunchaki borib uni to'ldiramiz. Hammasi endi ko'ryapmizki, birinchi e'lon allaqachon 52 marta ko'rsatilgan, ikkinchi e'lon esa 11 marta ko'rsatilgan. Endi bu ham tez orada ko'rsatilishni boshlaydi. Aytgancha, hozir e'tibor qarataman. Qaysi kategoriyalar qanchalik tez ko'rsatilayotganini ko'ramiz. Shuningdek, natijalarni ham keyin tahlil qilaman. Xullas, hammasi shu. Analitikadan foydalaning, reklama qilishga ongli yondashing, kreativlaringizni to'g'ri tayyorlang, dangasalik qilmang.
Hozir sun'iy intellekt sizga matn yozib bera oladi. Qancha soniya desangiz, shuncha soniyaga moslab u sizning biznesingiz uchun ma'lumot beradi. Buni shunchaki og'zaki aytishingiz yoki o'sha sun'iy intellektda biror rolik kreativ yozib olishingiz mumkin. Ya'ni juda ko'p variantlar mavjud. Bu haqda alohida video tayyorlaymiz. Menimcha bu juda sifatli trafik bo'ladi, chunki hozirda bu yerda katta auditoriya bor. Bugungi kunga kelib 37 mingdan ortiq kishi ro'yxatdan o'tgan va har kuni mingdan ortiq kishi ro'yxatdan o'tadi. Shunday qilib, siz ushbu videoni ko'rganingizda, ehtimol u yerda allaqachon 100 ming kishi yoki million kishi bo'ladi, bilmayman. Ammo shunga qaramay, bu biznes manfaatlariga ega yuqori sifatli auditoriya. Ya'ni bu odamlar bu yerga pul topish uchun kelgan. Menimcha har qanday biznesda bunday odamlarga hamma kerak. Shuning uchun sizga katta jamoa, katta aylanma, katta savdo tilayman. Va keyingi videoda ko'rishguncha